Allah Taala'nı yad etiş degan ikki turlik bo'ldi ekanda. Biri Allah Taala'nın bizni kuzatib turadiganligini esdan chiqarmaslik. Mayli, dunyolik ishlarimiz bo'lsin, ibodatlarimiz bo'lsin, yurish turishimiz bo'lsin, gap so'zlarimiz bo'lsin, muomalada bo'lsin, qanday ishida men ma ishni qilsam to'g'ri bo'ldi, ma ishni qilsam to'g'ri bo'lmaydi, chunki Alloh meni ko'rib turdi, yaxshi bo'lmaydi deb bundoq shu e'tiqod bilan hamda ikkinchi turlikisi bo'lsa, tilimiz bilan va dilimiz bilan Alloh taoloni madhiyalash, Alloh taologa hamd sano aytish, tasbih aytish hamda subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deganga o'xshash masalan. Ya'ni Allohni tilimiz bilan, dilimiz bilan ya'ni o yod etish ya'ni aytadiganlik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga sizlarga amallaringning eng yaxshisini Rabbinglarning nazarida eng qimmatli bo'ldig'ini va amallarninki martaba jihatdan eng yuqori turdig'ini, hatto aşı Allah yo'lda aşı kurash qilib, jihadga chiqib, o'ltirishgan aşı jarayonlardimi bak yuqori bo'ldig'ini so'zlab beraymi degan sahobalar, "Ya Rasululloh deb baslar" degan Allohni zikr qilish deganda, Allohni zikr qilish o qadar ashunda bak muhim. Nemishga bunda bak muhim desa, chunki zikr Allohni biz bilan bog'lab turadi ekanda. Masalan, mushu hammamiz jiqlarimiz hamda o'ydag'anliqi poyezd bilan yoki avtobus bilan ashundaq xizmatga berib kelamiz, jiq yerlarda kutimiz, vaqtimiz bo'ldi. Ammo boshqa ish qilg'ili olmaydi anday yerda. Faqat shu tilimiz, dilimiz u bekin bizga ega bo'lolmaydi. Uning bilan Allohni zikr qilg'ili ekan. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men har kuni 70 dan 100 ga qadar Allah Teala'ga istig'for aytaman deganda astag'firulloh va atubu ilayh, astag'firullohal azim deganda payg'ambarimizning avvalgi va keyingi gunohlari faqat mag'firat qilingan, pok, ya'ni ma'sum, gunohsiz payg'ambar. Shundoq turib Alloh taologa istig'for aytaman. Chunki Alloh taoloning dargohida texmi daraja qozinaman deydi, daraja qozonadi hamda gunohi bo'lmasimi, lekin istig'for aytish orqali shundoq daraja qozonadi. Uningdan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir sahoba deb kelganki, "Menga shu meni jannatga kirgizayotgan bir amalni deb bersa, men jiqni qilib bo'layman, shu birini deb berslar" deb kelgandan Rasululloh unga deydi, "Sening tiling Allohni zikr qilishdan qilib qolmasin. Ho'shingli bo'lsa, esingli bo'lsang, uxlamaganli bo'lsang, Allohni zikr qil." Endi Allohni zikr qilish subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim, Allohu akbar deb ish qilib shu Allohni yod etib turish endi. Chunki biz bag'ilnib turgan vaqtimiz bizning dunyodagi eng baxtli vaqtimiz ekan. Masalan, hayotlik faqat ayda qiyinchiliklar bilan dunyoning qayerda bo'layli, turmushimiz qanday bo'lib ketsin, yana nurg'un ba'zi qiyinchiliklar, ba'zi ko'ngilsizliklar, ba'zi bearomchilik, ba'zi andishalar ayda narsa bo'lmasin. Shunda Allohni zikr qilib, Alloh bilan bog'lanib turgan vaqtimizda eng saodatli bo'lamiz ekan. Eng saodatli inson Alloh taologa sajda qilgan insonning sajda qilgan vaqti va Allohni zikr qilib, Alloh bilan bo'lgan vaqti deydi. Endi saodat degan nurg'un odam tushungandek pulning jiq bo'lishi, andin rohat farog'at, kiyim-kechakning go'zal bo'lishi, yemak-ichmakning mo'l bo'lishi degandek emas endi. Masalan, shundoq turibmi, saodat his qilolmaydigan nurg'un insonlar bor. Ammo Allah bilan bo'lgan chaqda mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, mayli olim bo'lsin, mayli odatdagi johil odam bo'lsin, Alloh bilan bog'langan chaqda u baxtli bo'ladi ekanda. Bu nihoyatda bak muhim ekan shu. Alloh bilan bizni bog'lab turgan gap. Qur'onni o'qishmi shu zikrga kirdi. Qur'onni Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan. Biz zikrni, ya'ni Qur'onni biz tushirdik va uni oxirgi biz qo'g'daymiz degan. Namozni va aqimus salata li zikri degan. Namoz o'qigan meni zikr qilish uchun degan. Butun ibodatlarimizning hammasi shu. Oxirgi hisobda Alloh bilan bizni bog'laganlik uchun, Alloh bilan bizni bog'lab turganlik uchun bu zikr hisoblanadi ekan. Zikr shuni bak ulug' hamda İmam Ahmad ibn Hanbal deb bu Hanbali mazhabining imomi va nihoyatda katta olimda tarixda. İmam Ahmad ibn Hanbalni jiqlarini bilishlardi. Shu kishi bir kuni Bag'dodga kelib, Basradan Bag'dodga keldi ekan. Bag'dodga kelib, xutdandan keyin endi boradigan yeri yo'q.
mechitning bir bujugida uxlayamdi deb yotqilib qolsa, mechitga qaraydigan odam uni tunimagandan keyin talog'i chiqadi deyotgan. Ya men musofirman, uzoqdan keldim. Men bu yerda bir kecha qo'nib olay desa, yo'q mechitda odam qo'ndirmaymiz deb so'rab chiqaryotdi degan. Imom Ahmad ibn Hanballikni bilmaydi endi u chaqda televizor bo'lganligi, surat bo'lganligi, rasm bo'lganligi tunimaydi. Jiqsi bunda Imom Ahmad ibn Hanbalning nomini biladi, o'zini ko'rmaydi. Shunda tug'anda bir navoiy yigit 30 yoshlardagi bir navoiy o'tib ketib berib, to'xtang, keling men keling, meniki bu navoiy xonamda siz men yotqizayman sizni. Siz yotmamsiz desa, men endi bu chog'i bo'lgandaligi tunurga bidam degan o't solaman, xamir yo'g'iraman, atdigan namoz bo'lmayotgan nonni ulgutishim kerak. Shu men uxlamayman baribir, mening yotiqimda siz yeting deb uni navoiyxonasiga akirib Imom Ahmad ibn Hanbalni yotqizib qolib, og'izda zikr etganda Alloh taologa ish qilg'ach ya'ni. Bu ish qilg'ach biz qila oladigan narsa dunyoda eng o'ng'ay ish zikr qilishda. Eng o'ng'ay ish. Eg'izimizni bekim kontrol qila olmaydi, eg'izimizni, dilimizni. İşimizni qilg'ach, Allohni zikr qilish ya. Mayli istig'for aytaylik, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deylik. Mayli subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deylik. Mayli Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deylik. La havla va la quvvata illa billah deylik. Nim bo'lsa Allohni zikr qildigan. Ashunda madhiya, tasbih, tahlil, takbir, Allohu akbar deyli bo'lmasa. Masalan, ashunday hammasi Allohni zikr qilgan kirdi. Shunda og'izi tuğmay endi zikr etganda bu. Imom Ahmad ibn Hanbal yetib uyqusi kelmay, u yigitdan so'raydi ekan. Siz nima deyapsiz? Men Allohga zikr aytaman degan. Siz foydasini ko'rdingizmi bu zikrning degan ajoyib ko'rdim. Dunyoda ajoyib foydasini ko'rdimki, bütün tilaklarim ijobat bo'ldi. Ko'nglim shunda xo'shal. Birla tiligim bor, texiz ijobat bo'lmayotdi shu degan. Qoso tiligingizda Imom Ahmad ibn Hanbalni bir ko'rish tiligim bordi. O'sha ijobat bo'ldi, qolgan hammasi ijobat bo'ldi degan Imom Ahmad ibn Hanbal Alloh sizdan tilingizni qabul qilib, meni sizni qishingizga akib berdi. Men Imom Ahmad ibn Hanbal deydigan. Yigit shu Imom Ahmad ibn Hanbalni quchoqlab shunda yig'lab ketgan, saodat, huzur, xo'shallik to'lab ketganda, ma xo'shallikdagi yig'amda ajoyib saodat berdi insonga. Xo'shal bo'lganda hayajondagi yig'am. Masalan, o'sha haramga borganda, haramga berib o'sha Ka'bani birinchi ko'rgan chog'ida nurg'un kishilarning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar to'kilib ketadi. Shunda qo'llari duoga ko'tarilib, shu chog'dagi huzur endi dunyoda uning tang dishini topib bo'lmayotgan bir huzurda endi. Shundoq xo'shallik endi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu zikrninki muhimligi va uning osonligi to'g'risida bunda deganda kalimatani xafifatan alal lisan, saqilatan alal mizan, habibatan ilar rahman, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim deganda ikki so'z bor, ikki so'z. Bu tilga nihoyat o'ng'ay. Tilga nihoyat o'ng'ay. Oxiratdagi mizonda bizning amallarimizda bak ig'ir keldigan va Alloh taologa nihoyat bak yaqinlik keldigan shundoq bir so'z. U qaysi so'z desa, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Allohni pok deb aytaman va uning hamd sano aytaman. Alloh hamdini ulug'dir degan gap. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Ana Alloh taolo Qur'on Karimda bizga zikr qilishni rasmiy farz qilgan. Rasmiy farz qilib buyurganda, xuddi iymon etishni buyurganda, 5 vaqt namozni buyurganda, ro'zani buyurganda, zakot berishni, haj qilishni buyurganda ayta buyurgan. Fazkurulloha kazikrukum abaakum aw ashaddu zikra deganda, sizlar Allohni shunda bir zikr qilinglarki, Allohni shunda eslanglar, shunda eskelinglar, otalaringlarni eslagandek, uningdimi bak eslandi. Har qanday odam ota-onasini eslaydi. Ota-onasini eslab, ota-onasi haqida ko'z yoshi to'kidi, ota-onasiga duo qildi, ota-onasini shundoq yod etdi shuna. Alloh taoloni ota-onanglarni bak zikr qilinglar, bak yod etinglar deydi. Chunki Alloh taolo bizni yaratdi. Bütün shu moddiy, ma'naviy boyliklarimizni, tan saqliqimizni, shunda sog'lom a'zolarimizni berdi. Bütün dunyodagi hamma narsani bizning uchun yaratdi. Bizga bo'ysundirib berdi-da endi bizning manfaatimiz uchun. Shunda bo'lgandan keyin ota-onamizga bo'lgan mehrimizni va ota-onamizning bizga bo'lgan kuyunchalik mehrini Alloh berdi. Alloh taolaning 100 rahmati bo'lib, 100 rahmatning bir rahmatni yer yuziga tushirgan.
99'da qiyomat kuni shu mo'min o'zining yaxshi bandalariga bir deydi. Bir rahmat bilan, bir dona rahmat bilan butun shu ota-onalar bolalarni, bolalar ota-onalarini va o'zininki jo'ralarini shu yaxshi ko'rishida bir dona muhabbat butun dunyoga yetilgandi. Shunda cheksiz shafqatlik Robb hamda Robbimizda hamda bu shundoq bir Alloh bo'lganligini buni hamisha əslənlər ki, ata-analarının adımı bəkrak əslənlər deydi. Əmdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab qılıb deydi Allah Taala "Vəzkur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin" deydi. Ölgənə qədər Allah'ını zikir qılğın, Allah'ını faqat unutmagın, həmişə zikir qılğın, ölgənə qədər deydi. "Vəzkur rabbaka qabla tulu'uş şəmsi və qabla ghurubiha" deydi. Ətdigan kun çıxışdan burun və kun tutib ketganda Allohni zikr qil deydi. Olimlar mushu ikki yerdagi zikr qilishni atdiganda o'qiydigan azkar, duolar, kashda o'qiladigan duolar deydi. Masalan, bir musulmonning, har qanday bir musulmonning bir kundalik vazifasi bo'ldi. Cho'ng vazifa, kichik vazifa. Endi cho'ng vazifa deganimiz shu sura Fotihadan boshlab Baqaraning 5 dan 5 oyat, Ayatul Kursi, uningdan bir qancha Qur'on Karimdan tanlangan bir qancha oyat, uning Qul a'udhu robbil falaq, Qul a'udhu robbin nas, Qululloh ahad, uningdan bir qancha duolar, shu duolar endi inson bir yodlab olsa, uni bir ikki bet atrofida keladi. Uni bir oy qarab o'qisak, undan keyin bizga yod bo'lib ketadiki, shu avtobusda mansaqmi, poyezdda mansaqmi, yo'lda mansaqmi o'qiyotimiz hamda uni. Ammo eng qisqa vazifa, qisqa duolar Sura Fatihani, Ayatul Kursini, Qul ya eyyuhel kafirun, Qululloh ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Mao oyatdan mao. Undan keyin Bismillahillazî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim. A'udhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaq. Hasbiyallahu la ilahe illa hu alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Mushuni atdiganda kashda o'qish. Bu zikrning atdiganda kashda o'qiydigan vazifaning eng qisqasi hamda. Buni kichik bolalarga bak munosib hamda. Kichik bolalarga jiqni o'qitib bo'lmaydi-ku. Masalan, bolalarga men shu Tokioda qarindoshlarimni ko'rdim. Bolalarni o'qitib boqdim, shu duolarni biladi ekan. Hatto eng oxirgi kuni ziyoratda bo'lgan yerimda bir qarindishimizning ishkisiga choplab qapti. Chiqadigan chaqda talog'i chiqqanda o'qiladigan duo va uy kirganda o'qiydigan duo. Maşallah, nayt bak ta'sirlandim. Hatto rasmga tortib oldim. Shunda xush bo'ldim hamda. Shu duolar bizni balo qazodan, xem xatardan, ko'ngilsizliklardan saqlaydi-da. Mushu Qozog'istonda men 3 yil burun bir taksiga chiqib qoldim. Adamda Qozog'istonga borsam mashinamiz o'rniga jiqroq taksida minib qolaman. Bir taksida bir Uyg'ur bola. Shuning bilan suhbatlashib taksichi bola bilan. Aka, menga shu meni balo qazodan, yomon ishdan saqlayotgan birla qisqa bir duoni deb bersangiz, men shuni o'qisam deb aytadi. Aytadi debdi. Bismillahillazî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim deganni o'qib men telefoniga o'qib berdim mashinada ovozliq va yezib berdim. Mushuni o'qiyvering deb. Keyin uning bilan biz tunishib qoldik. Shuning bilan ham bizlar bir-birimizga yot emas-ku, bir millat qo'ynida bo'lganiga telefonimizni yezishib oldik, izlashdik. Undan keyin men kelgandan keyin 1 yildan keyin men kelgandan keyin u meni izladi. Uni suhbatlashdik. U dedi, "Menga shundayjiq foydasi bo'ldiki, hatto gunoh qilay desam, gunoh qilolmadim, shuni o'qib chiqib" dedi. Endi gunoh qilay degani taksi deganga har xil odamlar chiqadi, har xil har yangi yaxshi yomon odamlar chiqadi. Ba'zi odamniki nafsi yomon ishlarga nima qilib qilishi mumkin. U yana biri taksichi degan ba'zida iliqi insof qilmasa azroq yerga olib borib jiqroq yerning pulisini olayotganida ishlar masalan deganga o'xshash shunga o'xshash yomon ishlardan hamma ishlardan shunda meni Alloh saqladi. Gunoh qilay desammi qilolmadim debdi bu gapini faqat unutolmadim. Shunchalik ta'sir bo'libdi. Chin yuragidan o'qibdi bu qarindishimiz. Mushunchalik bak foydasi bor. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganki, Allohni zikr qilib turadigan odam bilan Allohni zikr qilmaydigan odamning farqi o'lik bilan tirikning farqiga o'xshaydi. Ya'ni Allohni zikr qilib turgan odamning qalbi o'yg'oq, o'zi hayot, haqiqiy hayot endi.
Allohni unutgan odam u o'likka o'xshash deydi. U tirik mengayotgan bo'lsa-mu, murdaga o'xshash hamda. Ashunchalik bak ahamiyatlikan bu Allohni zikr qilish degan. Eee, mushu bolalarga men o'tganda mushu to'pqimi yo'llab qo'ydim, 2-3 kun bo'ldi mushu. To'pdimi bor, shu zikrlicha hamda. Chunki bizni bütün xavf-xatarlardan, ko'ngilsizliklardan Alloh shuningki, ya'ni bizning shu tiligimizga asosan, chin qalbimizni o'qishimizga asosan bizni saqlaydi. Men bu natija foydasini ko'raylik. O'sha 97-yil men Qozog'istonda chig'imda o'sha arablarninki bir nima bo'ladi ekan, kamp deb qo'yamiz hamdaliqi, mushtaqiliqi bir to'planib dars bir haftalik o'zimizni tarbiyalaydigan. Shu yerda mushuni ayndaq mashq qiladigancha shu atdiganlik o'qiladigan zikr bilan kechda o'qiydigan zikrlarni shuningdan keyin men shuni bir oy qarab o'qidim. Undan keyin u yodlab qilib, undan keyin har qanday chog'da shu zaten shuni o'qimasang ko'nglingni aram topmaydigan haliqi bir yerin kamdak anda bo'lib qoladi. Biz uni bir odatlantirib olsak, bir odatlantirsang u ish hech qanday energiya talab qilmay, bizni kuchni talab qilmay, o'zligidan kelayotganda, o'zligidan ashundoq nima qiladi. Shunga Allohni zikr qilish amallarning eng kattasi, Alloh taologa eng yoqadigan amal. Bütün ibodatlarning hammasi zikrni o'z ichiga olgan. Namozdami shu zikr bor, Qur'on o'qishdimi shu zikr bor, zakot berishdimi shu zikr bor, Allohning roziligi uchun deb nima qilamiz, Allohni yod etib turib qilamiz. Ro'za tutishdimi shu bor, haj qilishdimi shu bor, bütün hamma hayotimizda bor. Endi bu bizni bog'lab turadigan muhim bir nuqta bo'lganligi uchun musulmonlar eng sal qarab, eng oddiy qarab qolgan bir masala bu. Bu ana oddiy emas endi. Bu oddiy emas. Shunga bizniki Alloh bilan bog'lanib turgan vaqtimizda shunchalik baxt, saodatlik, huzurlik bo'lamiz ekan, Alloh taoloning g'aflatda qolgan chog'da inson degan ojiz, inson degan ba'zida g'aflatda qolamiz ba'zida. Anda chog'da g'am qayg'ular, ko'ngilsizliklar bizni urib oldi ekan. Endi bu ibodatlarning hammasi oxiratda biz jannatga kirib, shuning natijasini ko'rishdan burun mushu dunyoda o'zimiz uchun foydali ekan. Mushu dunyoda uningki lazzatini, huzurini, uning saodatini mushu dunyoda ep bo'lamiz ekan. Shunga Alloh taolo bizga bandalarim dunyo oxiratda baxtli bo'lsin deb shunda Qur'on Karimda ashuna tavsiyalarni ayda qilgan ekan hamda. Zikrninki buningdan boshqa fazilatlari, foydalari nihoyatda bak jiq, ammo mushuni tatbiq qilib hayotimizda ayni ko'rgan kishi chuqur uni biladi hamda, chuqur uni his qiladi, uni demak ketmaydi. Shunchalik so'zligim keldi bugun.